Yaxshimisilar do'stlar? Men hozir Xunan Changshada turib, shu bir hayajonlangan vaqtimda, mush ko'nglimdagi gaplarni sizlar bilan o'rtoqlashay deb, mush ko'rinishini tatib o'tiribdiman. Men hamda Shinjang radio televiziya stansiyasining o'rinlashtirishi bilan bugun naq maydondan suratga ilingan, ya'ni eng oxirgi jo'say bo'lgan bir Shin Mingyuan Yang deb bir programma bor. Mamlakatdan hamda xil ko'p odamlar bu programmaga nazarini og'diryotdi. Bugun shuning jo'saysiga shu Shinjang radio televiziya stansiyasiga vakil bo'lib 8 cho'ng stansiyaningki baholovchilar qatoridan o'rin olib qatnashibdiman. O'zim qattiq faxrlandim. Hamda men mamlakatlik naqshchilarni bir baholab ketadigan darajada bo'lmasammi, bizning stansiyamiz shu vazifani bajarganligidan bek suyundim, xush bo'ldim, faxrlandim. Ammo mening hissiyotim boshqacha bo'ldi. Adam o'zining har qanday bir kasbini yaxshi ko'rdi ekan, cho'qim shu kasb ustida jiqroq ko'rish, izdinish, o'rganish kerak ekan. Men bu o'zimni davomli o'rganyapman, izdinyapman, ko'ryapman deb o'ylaydim. Ammo programma oldik degan aldirashchilikda va yoki ba'zi fursatlarning bo'lmaganidan bunday cho'ng programmaga naq maydondan qatnashmagan bek uzun bo'ldi ekan. Mushu musobaqadan Naying Laoshidan tatib hamda meylan pingvey bo'lib kapdi. Biz bu stansiya vakillari, ya'ni 8 cho'ng stansiya birlashib ishlagan program bo'lg'achqa, shuning vakil bo'lib biz pingvey bo'libdimiz. Yilqi naqshchilarga hammasiga nomer bergisi keldi ekan odamning. Hech qaysiga qoldirib qo'yg'isi kelmaydi ekanligi, amal yo'q, ikkidan birini tanlaysa degandikin, ikkidan birini tanlash ustida pingveylarni shundoq bek izdanib ketdi hatta. Shunda ta'sirli ko'rinishlar bo'ldi, yig'lashlar bo'ldi. Bek yaxshi o'rinlashtirish qilibdi. Shuni o'ylab qoldim, bizda bir gap bor. Otdaqchi eshakman deb. Biz bundaq cho'ng otlarni hozir tep bo'lamagan bo'lsaqmi, masalan, eshak bo'lsin minib tursak, eshikimizning yaxshi minib ishlarimizni yaxshi taraqqiy qildirib olsak, anandan keyin bir otqa, tugiga ega bo'ldi ekanmizda. Shu bu cho'nglarning degan gap ekan. Chun ko'z oldingdagi ishingni yaxshi qilsang, anadagi kelgusidagi ishlaring yaxshi bo'ladi demakchi u. O'ylab ketdimda, menmi bir mo'shundaq bir cho'ng programmani vujudga chiqarib, ajoyib bir ishlab qilsam qanday xo'p ketadi deb, hammadan o'zi yaxshi ko'rgan kasb ustida cho'qim izdanadi-ku. Orzu armonlari bo'ladi ko'nglida. Voy, qanchalik qila olaydim men, uni qilib bo'g'icha degandan, cho'qim shuningga qiziqish kerak, izdanish kerak. Shuni ta o'lgicha tirishadigan gapkan, odam tiniq qanchalik o'z tirish shunchalik bo'ladi. Shinjang radio televiziya stansiyasi nadir usul programmalari, naqsh programmalari, suhbat programmalari chiqyapti. Butun mamlakatga yuzlanyapti. Lekin shuningdami, yana shu san'at programmasida Shinjangda bir san'at makoni bo'lgandan keyin, naqsh usul makoni bo'lgandan keyin cho'qim bir cho'ng musobaqa programmalarini qilsak, bir kishilik tuhfamni qo'sha olgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi deganni o'yladim. Şuna bir odatdim hamda mening boshqalarga bir tarbiya qilish yo'lam yo'q. Hamma odam eng yaxshi o'zi bo'la olasimi, bu dunyodagi bu hayotmi, bizga berilgan shu tiniqlarimizni aran yetadi deb o'ylayman. Bu hayotimiz bek cheklikkan, qildigan ishimiz bek chiqgan. Cho'qim yaxshi ishlarni qilamiz deb hammamiz ko'nglimizga pukid ekanmiz. Faqat ish qilamaganlar, ish qilayotganlarni qo'llasak bo'ladi ekan. Ish qilayotganlar cho'qim yaxshi niyat ko'ngillarimiz bilan shu ishni yaxshi qilamiz desak bo'ladi ekan. Shuningda anodagi bir taraqqiyot bo'ladi ekanda. Masalan, biz studiya kim keldi programmasini ishlab huzuringlarga sunyapmiz. Bu programmada menda ortiqchiliklar bor, buni yana davomli qildirsanglar, menda kamchiliklar bor, uni yana yaxshiroq qilsanglar deb mushundaq bir cho'ng programmalar bilan selishtirib turib, yaxshi aktiv fikrlarni bersanglar, buning uchun biz xush bo'lamizda. 3-qaror programma, ya'ni Paridio studiya kim keldi programmasi yaqinda suratga ilinib tugadi. Hamda bu 1-oyning oxiri, 2-oyning boshlarigacha
davamlıq işlenip huzurunlarga berilse 3-cü qarar tamamen ayaqlaşıdı. 4-cü qararga qadam alımız. 4-cü qararda yana oxşamagan yeniliklarni yaratsaqken, çağımızdan yetişçe bay degендek atlatqıcı eşekminde şu işkimizge münüp bolsunmu eng yaxşı holatda işkimizni bekraq çaptırıp özümüz minayet aktif durup yaxşı işlesak bo'ladi ekan degan ideyaga keldim. Yaxshi ko'rgan kasbni davomlashtirish, o'zi yaxshi ko'rgan kasb ustida izdinish baxtli kishilarga mansub bo'ladi ekan. O'zimni cheksiz baxtli his qildim. Shuning uchun bizmi programmamizni cho'qim yaxshi ishlab huzuringlarga sunamiz. 4-qaror studiyaga kim keldi programmamizni kuchimizning barcha, chomimizdan yetishicha, iqtisodimizdan yor berishcha huzuringlarga cho'qim yaxshi ishlab sunsaqkan degan irodaga keldim. Sizlarningmi davomli qo'llab-quvvatlashinglarga tilakdoshmiz. Chavak qo'sh qo'ldan chiqadi, qo'llash o'zaro bo'ladi, yetaklashmi ham o'zaro bo'ladi. Chiroyli so'z dilni eritadi, odamning ruhini ko'taradi. Yaxshi taklif fikr bizni olg'a bostiradi cho'qim. Shuningga sizlarning chiroyli so'zlar bilan chiroyli madadlarni berib, davomli bizni qo'llashinglarni chin dilimizdan umid qilamiz suyimliklarim. Sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, bizning taraqqiyotimizmi bugungi kelishini atayinti. Sizlarga ko'p rahmat. 欢迎来自8大平台的代表，欢迎你们，欢迎大家新年快乐！还要欢迎到喝茶啦！新年第一杯，万事顺心，诸事顺利。喝好茶，心态顺。